Io una cosa cosa sta che يعرف فرقات قريب من شرم Moliya verdiği bu akım tarafında olmayan anlatılıyor. Komissiya shakllangan, suhbatimiz yozib boryapti. Savollar, e'tirozlar bo'ladiganida suhbat bekor bo'yicha beradi. Xo'p, tayyormisiz? Boshlaymiz? Ha, boshlaymiz. Ho'p, yaxshilikmi? Yaxshi. Institutga borib bitirganmiz. 14 september. Hozir Central Geological Expedition'damiz. Ha, Shimanovo Sanikdan. Yo, Central Geological Expedition'da. Sanikdan ketdingiz. Ha, Sanikdan avgust oyida. Nega? Bu proyektni pakam o'zgartdi. Aqto'ga ko'chirildi. Sal uzoq. O'zgarasiz? Qattiq station. Mana oyda endi ishlaganmiz. Orani ko'pchilik intiladi-ku, men ishlashga. O'sha yerdan nima ketdi? Keyingi MKda endi oilaviy sharoit bo'yicha ketdim. Chunki Uchquduq bizlarni 300 kilometr uzoqda qo'ydi. Ikkinchisini majburiy. Keyingidan keyin Qizilqum sementda ishlaganman. Qizilqum sementda ham ishlatdi. Yo'q, 16dan 16dan 7 ishlatdi. 24gacha ishladim. Qizilqum sement oxirida va kecha-kechagalardan keyin bo'ldi. Bungacha. Vaqtida. Bunlar qatnashgan harakat. O'zbekiston qarori bilan ikkinchi qaror. Yangi qarorimizni 130 qarori bor. Keyin 983 bo'yicha qaror bor. Bizim qaror. Al mashinalar ko'rinyapti. Mashinalarga apollonlarda ishlay olasizmi? Nimaga ishlay olasiz? Leka 10da ishlaganman, tez 10da, Leka tez 0da ishlaganman. 06da ishlaganman. Chikinov I90da ishlaganman. Stonexda keyin hozir Meridian'da ham. Hisobni nima qilishgan? Hisobda uni Siemensda ishlaganman. Deydi. Siemens treyderda ishlaganman. Bo'yicha o'qigan Siemens bo'yicha sertifikatım bor. Ustozimizda savollari bor-da. 1 sekund farq etsa qancha gap farq beradi? 1 sekund. O'lchov 1 sekundga xatolik bor. Qancha gap farq beradi? Halojnami, Kvadratini aytdingizmi? Kvadratini aytdingiz. Kvadrat. Yo'q, tushundilar, tushundingizmi? Priborda 1 sekund. Priborda 1 sekund xatolik necha Priborda nimasiga qarabda? Halojni 1 sekund. Yo'q, u normativ haqida. Normativda necha foizgacha daftar qilingan? Priborda necha foizgacha sekundda daftar qilinadi? O'shanda bizda общий qancha farq chiqishi mumkin? 1 sekundda normativdan tashqari 1 sekund xato bersa. U yoddan bilishingiz kerak. Bu bilasizmi, mashinalarni qiladigan ishi. Shuning uchun savolni hamma beradi. 1 sekund degani agar tushunsangiz, mana o'lchayotganda meridianlarga bo'lingan, minutlarga, soatlarga bo'linadi. Boyagi karta bor, karta. O'shanda sekundlar kilometrlarga farq beradi. Misol uchun 1 sekundga tushgan qo'yganingizda Bo'ldi. Savol bering aka. 1 sekundda noto'g'ri to'shga qo'yib qo'ysangiz ham yo aniq yutqizib qo'yadi tadbirkor yoki tadbirkorga foyda bo'lib qoladi. U yerda savolingizda sal tushunmovchiligi bor. Nima uchun deganda siz agarda tochkaga bog'lamay ishlagan holatida bo'lsa, to'g'ri 1 sekunddan chiqib farq beradi. 50 kilometrgacha. Agarda o'sha mashinasi punktga bog'lagan holatda bo'lsa, qanaqa punktga bog'laydi?
logistik punktlarga bog'langan bo'lsa, u translyatsiya punktlarga u qochmaydi. Agar pribord o'zidan dapuska ham bo'lsa, nima uchun bo'ladi? Haligi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Haligi aka kamerani yoqing endi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Eshitilyapti ha? Nega eshitilyapti? Hozirgi nomzodlardan bittasi Doniyorov Farhod Ibragimovich ekan. Obyektivkalar Aha. Shunga savollaringiz bo'lsa marhamat aka. Savol bor edi. Bu yigitni taniymiz. Biz Qizilqum sement aksiyadorlik jamiyatida ishladi. Undan oldin menimcha kabinetda ishlagan bo'lsa kerak. Savol Farhod shu, bizda asosiy topshiriqlar 90% marshrutlik o'lchovlari bilan bog'liqda. Shuning uchun elektron taxometrlarda ishlay olasizmi? Keyin qaysi programmalarda ishlaysiz vichисление bo'yicha? Mana shu kerak edi. Asosiy hozirgi kunda ishlaydigan programmam AutoCAD 3D Civil'da ishlayman. Bu bo'yicha o'qishdan sertifikat olganmiz. Ungacha Geominik Yenex'da ishlaganman. Undan oldin kombinatda DEPS programmasi bor, o'shanda ishlaganmiz. Yaxshi. Bizda keyin yana bitta muammoli masala bor. Mana kombinatdan bo'lsa ham, geologiyadan bo'lsa ham kelgan mutaxassislar hajmni to'lig'icha o'lchab berib ketadi-da, skrishnoy paroda bilan dobichani ajratib bera olmaydi. Siz Norudada ishlagan shu masalani qanday hal qilasiz? Asosan bizlar agarda skrishnoy bilan dobicha aralash joy bo'ladigan bo'lsa, uni geologik chast tomonidan razrez orqali ajratishga to'g'ri keladi. Agarda skrishani aniq bir ko'rinishi bo'lsa, u alohida ishlangan joy bo'lsa, skrish uchun alohida o'lchanadi, dobicha uchun alohida o'lchanadi. Ikkita variant bor unda. Boshqa variant yo'q lekin o'lchashda imkoniyati bo'lmaydi agar aralash bo'lsa. To'g'ri. Ma'qul. Mana bir korxona 15-yildan 25-yilda ishlagan. Unga qanaqa tekshiruv bo'ldi? Bizga yermen ajratib ber, ob'yomni. Yermen ajratib bera olasiz. Yermen ajratishda agarda o'shangacha bo'lgan korxonaning o'zini majburiyati bor, agar marsiyadar bo'lsa, Mezosirga instruksiya bo'yicha har oyda bir marta yoki 2 marta o'chishga majbur. O'sha ishlarni to'liq amalga oshirilgan bo'lsa, imkoniyati bor. Agarda ungacha yoki hech qanday bir основание qilinmagan bo'lsa, uni imkoniyati yo'q. Faqat Google Client'dan ajratish imkoniyati bor. Agarda o'sha ishlarni to'liq tartib bilan bajargan bo'lsa. Biz kamerada ishlab ko'rganmiz, bu narsani bu joyda ishlab ko'rdik. Bajarilmagan ishlarni, oldin qilinmagan narsani, yo'q narsani topishda imkoniyati yo'q. Yermen bo'lib bo'lmaydi. Yermen bo'lib bo'lmaydi. Agarda asosi bo'lsa, marsiyadar haqiqatdan Mezosir instruksiya bo'yicha ishlarni o'zini instruksiyasi bo'yicha topshiriqlarni vaqtida bajargan bo'lsa, imkoniyati bor. Siz bilasizmi, masalan, har bitta korxonaga ob'yom oshirish bo'ladi. Yermen. O'shani so'radi, yermenni imkoni yo'q. Agar uni o'lchab qo'ymagan bo'lsa, faqat Shunday. Haligi aka, eshityapsizmi? Eshityapman. Mana shu nomzodga, sizni boshqarmangizga o'tadigan nomzodga boshqa savolingiz yo'qmi? Sizga yo'q, boshqa savolim yo'q. Farhodbek, komissiyadagi kelgan savollarga e'tirozingiz, takliflaringiz? E'tirozim yo'q. Javob beringiz uchun rahmat. Sog'lik.